Assalomu alaykum. Men boshlang'ich ta'lim metodik kafedrasi o'qituvchisi Panjiyeva Modda. Bugun men sizlarga STEM ta'lim asoslari fanidan quyidagi mavzu bilan tanishtirib o'taman. Birinchi mavzumiz, ya'ni STEM ta'lim tamoyillari va ularning maktablarda qo'llanishi. Ushbu mavzu yuzasidan quyidagi rejalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi, STEM tarixi. Ikkinchisi, STEM ta'lim texnologiyasi va loyihalashtirish. Uchinchi rejamiz, bugungi kunda eng muhim bo'lgan darslardan biri binar darslar haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, STEM tarixi. Biz avvalgi mavzularimizni qisqacha qilib STEM, ya'ni art, san'at tushunchasi qo'shilmagan STEM haqida gaplashgan edik. Bugungi tarixi esa STEM, ya'ni art, san'at tushunchasini kiritgan olim haqida gaplashamiz. Demak, STEM ta'lim texnologiyasini Jorjeta Yakman tomonidan, ya'ni amerikalik o'qituvchisi ushbu fanga asos solgan. Jorjeta Yakman 2006-yilda o'zining dizayn yo'nalishidagi maktablarida STEM ta'lim texnologiyasini ishlab chiqdi. Va 2007-yilda muhandislik va texnologiya talabalariga ushbu mavzu yuzasidan ma'ruza mashg'ulotlarini olib bordi. Va shu tariqa asosida bu fan shakllanib borib, 2008-yilda integratsion ta'lim modeli sifatida yuritila boshladi. Jorjeta Yakman kim? Ya'ni Jorjeta Yakman ushbu integratsion ta'lim modelini yoyishga harakat qildi. Va ko'p vaqt o'tmasdan u yil o'qituvchisi e'tirofiga sazovor bo'ldi. U o'z ta'limini yoyib boshladi va 2011-yilda butun mamlakat bo'ylab ushbu ta'limni yoyishga harakat qildi va o'zining Gates va Qatar jamg'armalari tomonidan ma'ruzali chiqishlar amalga oshirildi. Va uning o'zini chiqishlarini kuzatish maqsadida AQShning 40 ta shtati va 3 ta hududidan turli xil joylardan o'qituvchilar kelib ushbu ma'ruzalarni tinglashdi. 2014-yilda Quddusda bo'lib o'tgan STEM Forward xalqaro konferensiyasida quyidagi bayonotlar berildi. Birinchisi, bolalarni STEMga jalb qilish. Ularni ta'lim yondashuvi maktabgacha yosh davrdan boshlanishi kerak degan tushuncha kiritildi. Ya'ni STEM ta'limi 2006-yilda vujudga kelib, 2008-yilda integratsion ta'lim modeli sifatida taraqqiy etgan bo'lsa, ushbu ta'lim sekin-sekin 2010-yilga kelib maktabgacha ta'limdan boshlanishi kerak degan tushuncha paydo bo'ldi. Keyingisi, fan tili, ingliz tili, ya'ni agar ilm-fanni o'rganish va olim bo'lishni istasangiz, bu tilni o'rganishingiz shart. Keyingisi, bu STEM ta'limi o'z navbatida hunarga ham o'rgatish maqsadida STEM uchun, ya'ni qizlar uchun STEM ta'limi dasturlari kerak va zarur. Ya'ni qizlar yigitlarga nisbatan ancha ilm, ya'ni hunar olishga salohiyatliroq bo'ladi. Keyingisi, science is fun, ya'ni ilm fanda quvnoq bo'lish kerak. Biz bilamizki, STEMdagi science, ya'ni fan degan ma'noni anglatadi. Endi keyingi rejaga o'tadigan bo'lsak, loyiha va loyihalashtirish. Biz avvalgi mavzularimizda qisqacha loyiha haqida gapirib o'tgandik. Loyiha albatta aniq reja, maqsad asosida uning natijalarini kafolatlagan holda amalga oshiriladi. Loyihalashtirish esa avvalambor g'oya, maqsad, kutiladigan natija, taxmin qilish, bashoratlash va rejalashtirish kabi ketma-ketlikni nazarda tutadi. Loyihalar o'z navbatida turli xil qismlarga bo'linadi. Ya'ni loyihaning turi uni xarakteriga qarab har xil toifaga bo'linib ketadi. Eng avvalambor loyihalar siz o'quvchilarga berayotgan loyihalaringizda, ya'ni kimga nisbatan, ya'ni qamrovi doirasiga qarab ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni agar siz faqatgina bir guruh o'quvchilarga beriladigan loyihalarni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, ya'ni shaxsiy qiziqishlarni hisobga olgan holda ularning iqtidorini aniqlash uchun individual loyihalardan foydalanasiz. Ikkinchi loyihamiz juft va guruhli loyihalar hisoblanadi. Bunday loyihalar ulardan foydalanish, ya'ni ko'pchilik o'quvchilarning jamoaviy ishlashini, bir-biriga fikr almashishga yordam beradi. Loyihalar shundan tashqari qidiruv faoliyatiga qarab, ya'ni berilgan ma'lumotni qayerdan izlashiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi, bu ilmiy loyihalar. Ilmiy loyihalar tabiatiga ko'ra, ular ilmiy tadqiqotlarni eslatadi. Ya'ni uning natijasiga bo'ysunish, ya'ni quyidagicha
ya'ni obyekt, ya'ni o'sha muammoning obyekti, mavzuning rivojlanishi, o'rganish maqsadi, albatta gipoteza vazifasi va muammoning o'rganish metodologiyasi va uslubini aniqlash, ma'lumot to'plash, tahlil qilish, eksperiment o'tkazish, amaliy tavsiyalar, ya'ni ilmiy loyihalarda eng muhimi amaliy tavsiya ishlab chiqiladi. Keyingisi ijodiy loyihalar. Ijodiy loyihalar qanday bo'ladi? Ijodiy loyihalar ijodiy tarzda taqdim etiladi. Ya'ni asl g'oya uchun nimadir yaratiladi. Model, videofilmlar, dizaynlar yaratish bu ijodiy loyihalarga kiradi. Va oxirgisi axborotli loyihalar hisoblanadi. Axborotli loyihalar o'z navbatida axborot ma'lumot to'plash, ya'ni olingan ma'lumotlarni taqqoslashga yordam beradi va biz bunda bilishimiz mumkinki, eng muhimi bunda web sahifa yaratiladi. Loyihalar undan tashqari muddatiga qarab ham turlarga bo'linib ketadi. Ya'ni loyihalar o'sha qamrab oladigan muddatiga qarab qisqa muddatli, o'rta muddatli va albatta uzoq muddatli loyihalarga bo'linib ketadi. Undan tashqari loyihalarning qamrab oladigan akademik fanlariga qarab loyihalar quyidagilarga bo'linadi. Mavzuli loyihalar va fanlar aro loyihalarga bo'linadi. Undan tashqari biz loyiha yaratayotgan paytimizda yana bir narsaga ahamiyat qaratamiz, ya'ni g'oya, maqsadga. Undan tashqari biz fanda yana bitta tushunchani o'tamiz, ya'ni texnologik xarita. Bu texnologik xarita bu o'qituvchilarni loyihalashtirilgan modeli hisoblanadi. Chunki o'qituvchilar o'z darslarini ma'lum bir qolipda kichik bir loyihaga aylantirishadi va mana shu narsa uning texnologik xaritasi hisoblanadi. Undan tashqari biz darslarda o'sha loyiha sifatida, ya'ni modeldan foydalanamiz, ya'ni asl narsaning kichraytirilgan ko'rinishi. Biz loyiha qilayotgan paytimizda, masalan, ijodiy loyihalarda modellar yaratamiz dedik, axborotli loyihalarda veb sahifalar yaratamiz. Ya'ni nimadir narsaning kichik bir ko'rinishini yaratamiz va ana shunday modellar quyidagi turlarga bo'linadi: o'quv modellari, tajriba modellari va ilmiy texnik modellarga bo'linadi. Bundan tashqari biz oxirgi so'nggi rejamiz haqida gaplashadigan bo'lsak, binar darslar. Bugungi kunda, ya'ni ta'lim tizimi taraqqiyoti shuni talab qiladiki, binar darslardan foydalanish. Ya'ni binar dars sistem ta'lim asoslarining eng asosiy ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni binar dars bu ikkilik degan ma'noni anglatadi. Bunda ikkita mutaxassis ushbu binar darsda o'z ma'ruzasini amalga oshirishadi. Qanday amalga oshirish degan savol tug'iladi. Ya'ni binar darsda o'sha o'quvchi, ya'ni o'qituvchi o'quvchiga nazariy bilim bersa, ikkinchi, ya'ni yordamchi stajyer o'qituvchi unga amaliy ko'mak beradi. Misol uchun siz oddiy mavzu mashg'ulotlaringizda tabiiy fanlardan baliq mavzusini o'tishingiz mumkin, hayvonlar haqida, tabiat haqida, ya'ni o'sha mavzungizning aynan mutaxassisini darsga taklif qilsangiz, o'qish fanlarida biror bir hikoya o'tsangiz, aynan o'sha hikoyaning muallifini taklif qilsangiz, yoki matematika, ona tili darslarida aynan shu mavzu yuzasidan o'zining ilmiy faoliyatini olib borayotgan ustozlarni darsga taklif qilsangiz, ular ushbu mavzuning amaliy jihatini yaxshiroq yoritib berishadi va mana shuning uchun ham binar darslar o'zining qulayligi va samaraligi bilan ajralib turadi. Binar darslarda ta'lim oluvchilarning ma'lum fanlarga oid yoki bu bilimlarni amaliy faoliyatga tashviq etish yana ham osonroq va qulayroq bo'ladi. Binar darsning xususiyatlarini sanab o'taman va mana shu narsa bizning rejamizni to'laqonli qoplab bera oladi. Ya'ni bu yerda nazariya va amaliyat birinchi navbatda teng olib borilishi. Ikkinchisi, biz aytib o'tdik, binar so'zi ikki degan ma'noni anglatadi. Ikki maqsadga erishish, ya'ni bir vaqtning o'zida o'zining nazariy va amaliyot yo'lida olib borilishi. Keyingisi, darsning nazariy va amaliy qismlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik, yaqinlik. Ya'ni siz hech qachon amaliyga o'tayotganingizda chegarani bilmaysiz. Ya'ni dars shunaqa tarzda uyg'unlikda olib boriladi. Albatta, biz bu darslarda, yangi bilim berish darslarida ushbu binar darslardan foydalanishimiz samarali bo'ladi.